Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun 3-mart 2021 yil sanasi. Xo'p, mana shu qo'y go'ngimiz bu yerda o'sha 5 tonna kiritilgan edi o'sha chuqurga. Bugun qolganini 1,5 tonnani mana bu yoqqa chuvalchanglarga ozuqa uchun berganmiz. 2 tonnani narigi ikkinchi reaktorimizga berganmiz. Mana bu yerda 1,5 tonna o'sha go'ng qolgan. O'zida namlikni yaxshi ushlamayapti, shuning uchun buni kompost ko'rinishiga keltiramiz. Xo'p, mana bu yerda hali tagida 3 qatlam pori, 3 qatlam o'sha o'simlik qoldiqlari yotqizildi. Bu endi mana shu yerda ko'rib turgan o'simlik qoldig'i bu 4-qatlam hisoblanadi. Xo'p, bukajon sekinlik bilan mana buni ustiga tashlayvering. Sekinlik bilan. Demak, mana shu holatda o'zi aslida 5-6 oy o'simlik bilan go'ng aralashgan holda turadigan bo'lsa, demak bu yerda o'sha chuvalchanglar uchun juda ham xushxo'r bo'lgan substrat tayyor bo'ladi. Demak, quruq go'ngning o'zini yegandan ko'ra, demak bu yerda o'sha o'simlik chirindilari ham aralash bo'lgan go'ngni yesa, o'sha chuvalchanglar qiynalmaydi, tezlik bilan rivojlanadi. O'sha ko'payishi tezlashadi. O'sha maqsadga biz tez va qisqa kunlarda erishgan bo'lamiz. Hech qachon o'sha go'ngning agar imkoniyat bo'lsa-da, joy kam bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, o'sha go'ngning o'zini bermaslik kerak. Aslida o'sha kompost qilib, mana shunday o'simlikka aralashtirib, chiritib beradigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi biz buni o'sha 4-5 oy kuta olmaymiz, sababi mana bu yoqda o'sha chuvalchanglar keyingi so'nggi ozuqani yana yeb bo'lishyapti. Shuning uchun biz mana buni o'simlik qoldiqlariga yaxshilab aralashtirib tashlaganimizdan keyin buni bir 3-4 kun suvga bo'ktirib, ivitib, suv ustidan quyilgandan keyin mana bu o'simlik qoldiqlari parchalanib ketadi. Juda ham yumshoq holatga keladi. Shu tariqa biz buni biron haftalardan keyin chuvalchanglarga ozuqa sifatida berib yuboramiz, xudo xolasa. Xo'p, ana endi mana bu tomonlarga ham sekinlik bilan shu bugun mana bu olib kelingan o'simlik qoldiqlari bir qismi qoldi buni. Sekinlik bilan ustiga to'shab, ketmon bilan chopib, bir joyga to'da qilib tashlaymiz. Lekin bu 5-6 oy turadi. Svejiy go'ng bo'lganligi uchun o'zi bilan birgalikda o'sha chirish jarayonida, fermentatsiyadan o'tish jarayonida mana bu o'simlik qoldiqlari ham ularning orasida fermentatsiya jarayonidan o'tadi. Va o'sha kompost hosil bo'ladi. Xo'p. Sog' bo'lingizlar. Mana shu tariqa o'sha kompostni turli xil usulda tayyorlasa bo'ladi. O'zi aslida kompostni tayyorlash uchun yaxshi joy kerak bo'ladi. Tagiga mana shunday o'tin, qattiq o'sha o'simlik qoldig'i to'shalib chiqadi, yarim qarish miqdorida va bu yerga o'sha yarim metrgacha bo'lgan go'ngni ustidan to'shaladi. Va yana ustidan yana yarim qarish bo'lgan o'sha o'simlikning qattiq qatlamini tashlanadi. Demak, bu yerda o'sha o'simlik qoldiqlari bilan birga go'nglar havoning yaxshi aylanishi evaziga o'sha bakteriyalar, chirituvchi bakteriyalar tez ishlaydi. Mana shu tariqa ular yaxshi chiriydi. Demak, mana bu tomonlarni ham inobatga olib qo'ysalaring, demak, juda ham bir maqsadga muvofiq bo'lar ekan.